Kelinglar predloglar bo'yicha bilimimizni sinab ko'ramiz. Men predloglarning ishlatilish holatini aytaman, siz esa qaysi predlogimiz to'g'ri kelishini to'g'ri topishingiz kerak bo'ladi. Bo'ylab, bo'yicha, orqali tarjimasini ishlatamiz. Bu predlogini. Misol uchun, telefon orqali demoqchi bo'lsam, po telefoni deb aytaman. Keyingisi biror kimni oldiga deydigan bo'lsam, misol uchun darsdan keyin o'qituvchini oldiga boraman. Bunda men к predlogidan foydalanaman. Misol uchun, после урока я подойду к учителю. Keyingisi biror kimdan deydigan bo'lsak, от predlogidan foydalanamiz. Lekin biror joydan deydigan bo'lsak, из predlogi bilan aytamiz. Keyingisi 2 soatdan keyin demoqchi bo'lsak, через 2 часа, ya'ni cheresni vaqt bilan qo'llaymiz. Va oxirgisi haqida deb aytish uchun qaysi predlogdan foydalanamiz? O, ob, obo va pro predlogidan foydalanamiz. Agarda ushbu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, buni izohlarda yozib qoldiring.